farzandingiz yoki nabirangiz kelajakda kim bo'lishini orzu qilasiz yoki kim bo'lsa kerak kelajakda qaysi kasb egasi bo'lsa kerak deb tasavvur qilasiz yoki o'ylaysiz? Kim hozir o'zini kasbidan qoniqayapti? Ha, men qoniqayapman. Meni iqtidorim shunga ekan va men rohatlanyapman degan bo'lsa, zo'r, siz o'zingizni topgansiz. Har bir ota-ona farzandi uchun eng yaxshisini ravo ko'radi. Shu jumladan men ham ushbu maktabda farzandimni o'qitishni xohlayman. Eng asosiysi men ishlovchi ota-onalar uchun bizlar uchun qulay ertalabki vaqtdan kechki paytgachaligi. Shunisi yoqdi, sinf xonalari noodatiy ta'lim tarzini olib borishadi. Yetkazilgan faktlar va ko'rsatilgan har bitta xonalar jihozlari bilan hammasi men kayfiyatim bugun yana ham ko'tarishga xizmat qildi. Menga har bitta sinfxona yoqdi, chunki ularning har bitta sinfxonani o'ziga yarasha xarakter xususiyati bor. Masalan, biz hozir o'tirgan bu galaktika xonasida bola o'zini bemalol erkin, ochiq sferada his qiladigan xona. Bundan tashqari menga yana yoqqan xonalardan biri bu o'sha amaliy musiqa va rasmchilik xonasi. Bola o'zini ijodkorligini namoyish etadigan juda ham ajoyib xona. Eng yoqqan xonasi bu axborot, ya'ni kompyuter texnologiya, ya'ni informatika xonasi yoqdi, bag'ir keldi. Ya'ni istiqdor xalqaro maktab, ya'ni uning kelajagini, buyuk ishlar qilishini biz nima deymiz, shu maktabga o'qishini tilab qolamiz. Va ishonamanki, 11 yillik ta'limdan keyin farzandimni erishgan yutuqlarini ularning ustozlari mana shu maktabning ta'sischilariga rahmat aytgan holatda katta minbarlarda farzandim bilan faxrlanadigan darajada menga mana shunaqa iqtidorli, bilimli farzandni yetishtirib berishga mana shu jamoa yordam beradi deb o'ylayman.